60 mingga tayyor uy, hamma narsalari bor. 55 kvadrat, 2 xonali ekan. Yangi hayot 8-hududdamiz. Hop, hamma narsa qoladi. Konditsioner ham 18 talik, hamma yoqqa borar ekan o'zi ham. Hop, divanlari, mana bu shifonerlari, hamma narsasi qoladi bu uyda. Ketdik, obzorni boshlaymiz. Bu ko'rganingiz общий zal ekan, kattagina. Spalnisi. Shifoner, двухспальный kravatlari, hamma narsasi bor. Ko'rganingiz hammasi qoladi, gilam pardalari bilan qo'shib. Bemalol shundoq kirib, narsalar bilan kelsanglar bo'ldi. Ortiqcha narsa olish kerak emas. Kirasizlar u yashaysizlar. Hop, sanuzelimiz bu yerda vanna, tualet, kir mashinasi ham bor. Shu aytganimdek, bu yerda prosta kirib yashash kerak xolos. Hech narsa olmaysizlar. Xolodilniklarigacha olib kelib qo'yishibdi, baraka topishsin. Bu yerda ortiqcha rasxod qilish kerak emas. Maksimum o'sha kiyim-kechaklar kerak. Xolodilnik hozircha koridorda turibdi. Keyinchalik o'zingizlar olib kirib, joylashtirib qo'yaverasizlar. Bu oshxonasi ham keng, chunki bu territoriyadagi uylar oshxonasi juda ham kichkina. Bu yerda bemalol mana bu o'rtadagi juda ham katta ekan, chunki o'zimiz ham ko'p uylar obzor qilyapmiz, juda ham tor. Kuxonniy uy, mana turli stol bu yerda kengroq ekan. Shunday yo'l yuziga qarab vid ham turibdi bu yerda. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Tinch joylar ekan. Kekaroqda o'zi ham ana ortiqcha shovqinlarsiz. Atrofida maktab, bog'cha, hamma narsa bor. Bu uyimizga 60 ming deyishyapti. Menimcha bu lokatsiyaga, bunaqa sharoitlarga juda ham idealniy variant. Ortiqcha rasxod qilib o'tirmaysizlar. Eng zo'r tarafi uyiga setyapti, bemalol ipoteka qilib berar ekanlar. U yog'ini o'zingizlar telefonda to'liqroq gaplashib olasizlar. Bizda shu uy chiroyli qilib obzor qilib berdik.